Xo'p, start recording videosi bo'linyapti. Demak, hammaga salomlar. Bugun biz sizlar bilan for loopni o'rganamiz. For loop nima desangiz, for loop bu bironta bir ma'lumotni ichini aylanib chiqish uchun bizga kerak. Hozir birozdan keyin uni to'liqroq tushuntirib beraman. Oldin u bizga nima uchun kerakligini sizlarga tushuntirib berishim kerak. Masalan, biz turgacha ma'lumotlarni chiqarmoqchimiz. Print orqali. Print 1 2 3 4 mana chiqib beryapti, to'g'rimi? Lekin agar bu yerda 4 tadan ham ko'p, balki 100 ta bo'lsa-chi, ya'ni ma'lumotlar 100 ta bo'lsa biz nima qilamiz? Ba'zilar aytishi mumkin, biz axir listni o'rgandik-ku. List orqali qilsa bo'lmaydimi deyishi ham mumkin. List orqali ham qilsa bo'ladi, lekin undan ham osonroq yo'llar bor. List orqali qilishni qaysi tarafi yomonroq hozir sizga ko'rsatib beraman. Ali, Vali, bu yoqqa G'ani mana. Ali, Vali, G'ani. Endi bularni biz salom, Ali, qalaysan deb chiqarmoqchiman har biriga alohidadan qilib. Xo'p, bu uchun mana print f string bilan ichiga salom bundoq qilamizda, bu yoqqa 0 qo'yib qo'ysak, mana 0 qo'yib qo'ysak, qalaysan. Qalaysan. Salom, Ali, qalaysan deb chiqyapti mana. Salom, Ali, qalaysan. Bularni Vali, G'ani hammasiga alohidadan qilish uchun bularga alohida print ochib qilish kerakmi? Yoki balki bular 100 ta bo'lib ketsa, har biriga alohidadan print ochib, alohidadan chaqirish kerakmi? Ba'zilar aytishi mumkin, mana bu yoqqa listni o'zini qo'ysa-chi. Listni o'zini qo'ysa, salom, Ali, Vali, G'ani, qalaysan. Shunga o'xshash bo'lib chiqadi. Biz u uchun listni ichini aylanib chiqishimiz kerak. Uni ichini aylanib chiqish uchun bizga for yordamga keladi. For masalan in list qilamizda, bu yoqdan print xo'p f stringda salom qalaysan. Alohidadan salom, Ali, qalaysan, salom, Vali, qalaysan, salom, G'ani, qalaysan deb chiqarib beryapti. Bu yerda sababi for listni ichini aylanib chiqyapti. Ya'ni mana buni olyapti, birinchi indeksni, ikkinchi indeksni olyapti, keyin uchinchi indeksni olyapti va bu yerga chop etyapti. Bu yerda hozir kodda nima bo'lyapti deyishingiz mumkin. For bu o'zining nomi, list aynan qaysi o'zgaruvchini ichini aylanishi kerakligi, ya'ni biz listni ichini aylanmoqchimiz. Va bu yerga list yozdik. I esa vaqtinchalik o'zgaruvchi. Ya'ni bu for galma-galdan aylanadi. Birinchi aylanganda alini oladi va i'ga alini tenglashtiradi. Ikkinchi aylanganda valini oladi, i'ga valini tenglashtiradi. Uchinchi aylanganda g'anini oladi, i'ga g'anini tenglashtirib mana bu yoqqa qo'yadi. Keyin shunda salom, G'ani, qalaysan degan yozuv kelib chiqadi. Endi buni stringda, ya'ni oddiy listda emas, stringda qo'llasak-chi. Masalan, xo'p, salom deylik. Nima kelib chiqadi deyishingiz mumkin. Hozir ko'ramiz. Hozir. Bular hozir bizga kerak emas. Bular hozir kerak emas mana. Birinchi bo'lib bu ham. Endi bunga faqat harflarni bir-biriga tenglashtiryapti.
S ni i'ga, A ni i'ga, L ni i'ga, O M. Ana salom har bitta harfini alohida qilib chiqyapti. Agar string bo'lsa shunday aylanar ekan. Endi raqamlarni aylanadimi deyishingiz mumkin. Masalan, 123 raqamlarni aylanmaydi va error beradi, ya'ni xatolik. Sababi bu number. Ya'ni bu integer. For esa faqat o'ziga nima deydi? Stringni qabul qiladi. Balki menimcha booleanni ham qabul qilar edi. For stringni qabul qiladi, lekin integerni qabul qilmaydi. Buni agar listni ichida yozsak, aylantirib beradi. Sababi list o'ziga stringni qabul qiladi. 3 10 alohidadan qilib chiqarib beryapti. Sababi listni ichiga yozsangiz, u string deb qabul qiladi. Endi biza buni bu yerga emas, ya'ni forni o'zidan ham qo'ysak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerga listga range degan forni o'zida nima desam bir range degan xususiyati bor. Keyinchalik o'zimiz ham range xususiyatini yaratamiz. Ya'ni boshqa funksiya. Range bu bitta funksiya. Biza funksiyaga kelgan paytimiz shu range'ni yaratib ko'ramiz. Balki balki yana 10 ta darsdan keyin yaratarmiz. Xo'p, bu yerga hozir o'zini funksiyasi bilan qo'ysak, masalan, bu yerga 10 yozsak, 10 gacha bo'lgan sonlarni chiqarib beradi. Bularga lekin 0 ham kiradi. Agar 11 yozsak, 10 ni ham keltirib chiqaradi. Bizaga 0 kerak bo'lmasa, boshida 1 bilan vergul qo'yib qo'ysak, birinchi qiymat nechinchi sondan boshlanishi, ikkinchi qiymat nechinchi songacha, ya'ni 11 yozsak 11 ni qabul qilmaydi-da, 10 gacha qabul qiladi. Ya'ni 11 ni qabul qilmaydi. Bu shunaqa. Agar bu yerda yana bitta son qo'shsak deyishingiz mumkin. 1 4 7 10. Xo'p. Bu yerda shu 3 ta son qoldirib ketyapti. Endi biza qaranglar. 5 ga karrali bo'lgan sonlarni keltirib chiqaramiz. Ya'ni uning uchun bu yerga 5 50 bo'lsa 55 gacha. Xo'p, bu yerga 5 qo'ysa, 5 ga karrali bo'lgan sonlarni barchasini bu yerga chiqarib beryapti. Shu bilan har xil sonlarni qo'ysangiz bo'ladi. Shunday qilib o'shani karrasini chiqarish uchun. Bu yerda ham mana bu tashab ketyapti. Bu sonni oxirgi qiymati, bu birinchi qiymat. O'zi 54 gacha olish kerak, lekin 54 gacha bo'lsa, 50 ni oladi-da, 5 ta joy tashlagandan keyin boshqa son yo'q. Shuning uchun hech nima chiqarmaydi 50 dan pastida. Xo'p, menimcha forni tushundingiz deb o'ylayman. Endi biz hozir bir vaqtni ko'raylik, qancha bo'pti? 9 minut bo'pti. Kelinglar bo'lmasa 2 dan 10 gacha bo'lgan barcha karrali sonlarni keltirib chiqarishga harakat qilib ko'raman. O'xshasa, bo'lmasa bilmadim. Ancha oldin qilgandim, esimdan chiqib ketmagan bo'lsa, xo'p. List desak, adashmasam, forni ichida for yaratganmidim. Xo'p, qani?
Xo'p. Xo'p, to'xtanglar. Xo'p, yana qabul qilsak. Birinchi qilsak nima chiqarkan a? Xatolik beryapti. Nega? Nima uchun? Hozir qani? Ko'raylikchi. Xo'p, mana bu kerak menga. Men qilgandim o'zim o'shani. Bu birinchi o'yiniki menga 2 kerak. Xo'p. Shu yerlarda qilgan edim. Ali nemis bilan bo'lmas, buyammas. Xo'p, mana shu yerda bo'lishi kerak edi. Qani qayerda? Bu uy ishi ekan-u. Menga o'zi kerak, uy ishi emas. Dastur uka aka. Xo'p. Mayli, bo'lmasa keyingi darsimizdan o'zim ko'rsatib berarman agar topib bilsam. Eng muhimi hozir forni o'zingiz tushundingiz deb o'ylayman. Sizlarga agar o'zingiz qiziqayotgan bo'lsangiz, vazifa shu bir vaqtning o'zida 10 ta karra jadvalni chiqarib berish. 9 ta yoki 10 ta. Shu hamma karra jadvalni chiqarib berish kerak. Men oldin qilgandim o'zim. Hozir esimdan chiqqan. Sizlarga shu vazifa, agar qiziqqan bo'lsangiz mavzuga, o'zingiz shu birdan birni karra jadvali hamda 10 karra jadvalni qo'shib 10 ta karra jadvalni qilib kelasiz deb o'ylayman. Bu nisbatan sizlarga uyga vazifa. Demak, xo'p, o'zi vaqtimiz ham oxirlab qolibdi. 12 minut. Mayli. Demak, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Mikrofon qarshisida Developer X bo'ldi. Xayr, sog' salomat.